Bu safar video qo'ydim. Jugilardan qochish yo'li bor ekan, sariq odamlarda deb. Toshkentga bordim. Bitta jugi keldi. Endi u jugimi yo'qmi bilmadim, lekin pul so'radi-da. Va uni kiyinganini ko'rsangiz, mendan qimmat narsalar kiyib olganda. Yana ular rangi qora emas-da. Sariqi ham bor, oqi ham bor, qorasi ham bor. Yo, har xil svet bor-da. U jugi deb ham jugiga o'xshamaydi-da. Yana okey deb keladi-ku. Jugini men okey deganini men birinchi marta ko'rishimda. U jugida u pul so'ramoqchi-da u. U menga pul bering deganiga men bunday qaradimda, naborot undan men pul olishim kerak-da. U shunaqa zo'r kiyingan. Raz o'sha usulni yana qo'llab ko'rdim. Sariqman-ku. Joti qochish desam, meni shu yerda rus tilim lug'atim tugadi. Yo, ruschasiga shunaqa gaplari gapiryapti. Dengiday, buyoqda men u gaplarni gapira olmayman-da. Onasini bilsin. Shunaqa gaplarni gapiryapti ruschalab, keyin men qaydan ham ruscha gapirdim, qolganini tushunmayman-ku deb turibman-da. U bola aytayaptiki, "Okey" deyapti, IELTS'dan deyapti, 7 olganman deyapti-da. Tushunyapsizlarmi? 7, IELTS 7, ingliz tili. Men rus tilim chito net da, tushunyapsizlarmi? U IELTS'i bor. U jugi u. U pul so'rab yuribdi lekin. Keyin xijolat bo'ldim. Endi unga 5000 berish qoplamaydi, chunki 5000 olmaydi-da u. Unga kamida 50 yoki 100 berish kerak-da. Keyin men aytdim, "Ukaddim, o'zi yo'q ko'ram qolgan" dedim, "Uzr" dedim. Bu safar beraman dedim-da, astagina chiqib ketdim.